Qarab tursam, Instagramda qurtoba tayyorlash juda trend bo'lib ketibdi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bu trendni o'zim yopib tugataman dedim-da, qurtlarni olib likopchaga soldim. Ustidan 1,5 stakan issiq suv solib, 1 soatga olib qo'ydim. Go'shtlarni maydalab, tog'aga yog' soldim va orqasidan ozgincha sariyog' ham solib yubordim. Saryog'ni eritib, go'shtni sut va ziravorlarni to'g'irlab soldim. Go'shtlarga pishib pishadi, xavotir olmang. Keyin esa ustini yopib, yarim soatga dimlab qo'ydim. Boshqa bir likopchaga piyozni maydalab, achchiqlari ketgunicha yaxshilab yuvib oldim. Bu albatta ovqatimiz ta'mini buzmasligi, dilimizni xunob qilmasligi uchun. Bodringlarni ko'rsatilgandek to'g'rab, to'g'ralgan pomidor va piyoz ustiga solib oldim. Ha, to'g'ri tushundingiz. Bu o'zimizning har doim tayyorlaydigan qo'lbola osh bilan maslahat yeydigan salatimiz. Ustidan mayda to'g'ralgan ko'katlarni ham solib oldim. Taomimizga o'zgacha ta'm baxsh etadi. Endi kattaroq qilib to'g'ralgan patirimiz ustiga olib qo'ygan qurtlarimizni yaxshilab maydalab, suyuqroq holga keltirib solamiz. Taomimizning eng asosiy joyi ham unga qurt solganligimizda. Endi esa tayyorlab qo'ygan salatimizni ustidan solib olamiz. Tayyor bo'lib pishgan go'shtlarimizni ham ustidan chiroyli qilib solib olamiz. Go'sht qancha ko'p va yumshoq bo'lsa, taom chiroyli va ishtaha ochar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, qurtoba ham tayyor bo'ldi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman.